Fogidan suyunchi show 3-radomda bugun suyunchilarni o'z egalariga topshiramiz. Hammasi olib chiqqani kelyapman. Eldor aka, nechchi farzandingiz? Ikkinchisi. Tabriklaymiz. Umr bilan, rizq bilan bergan bo'lsin. Fogidan suyunchi show arzimas bo'lsa-da sovg'a sizga. Jalol aka, nechchi farzandingiz? Ikkinchi. Ismlarini qo'ydingiz? Safina. Safina qiz bola. Umr bilan, rizq bilan bergan bo'lsin. Fogi do'konidan, suyunchi showdan arzimas bo'lsa-da qabul qilasiz. Nechchi farzandingiz ekan? Umr bilan, rizq bilan bergan bo'lsin. Tabriklaymiz. Arzimas bo'lsa-da sovg'amiz Fogi do'konidan. Tabriklaymiz. Qizli bo'lgan ekansiz. Ismlarini nima qo'ydingiz? Fogi do'konidan, suyunchi showdan sovg'amiz. Nevarali bo'ldingizmi? Alloh teshki. Fogi do'konidan arzimas bo'lsa-da suyunchi sizga. Bu hozir 4-chi. Navarali bo'ldim, qiz navarali. Tabriklaymiz. Rahmat. Nechinchi navarangiz? 5ta, 6ta, 7ta, 8-chi navarali. Tabriklaymiz. Rahmat, Sizga rahmat. suyunchi. Rahmat. Nechinchi farzandingiz? 4-chi. Ismini nima qo'ydingiz? Sadiya. Sadiya. Tabriklaymiz. Fogi do'konidan suyunchi arzimas bo'lsa-da tabriklaymiz. Umr bilan, rizq bilan bergan bo'lsin. Doim mana shunday farzandlaringiz ko'p bo'lsin. Bugun guvohi bo'lganingizdek Toshkent shahrida joylashgan 3-radomda o'z farzandlarini dunyoga keltirgan ota-onalarga suyunchilarni topshirdik. Ushbu videoni yaqinda farzandli bo'ladigan tanishlaringizga jo'nating. Keyingi suyunchi sizniki bo'lishi mumkin. Qaysi radomga borishimizni esa izohlarda yozib qoldiring.